Assalomu alaykum, Samandaran. Yaxshimisiz, savdolar bo'lsin. Bo'lyapti Alloh. Necha aksiyalarni ko'rib berasiz endi bu? Bizda bugun aksiyalar oldingi safar ko'ryapsiz, bular 30 mingdan sotyapti. Obunachilar uchun atiga mana 25 ming so'mdan. 25 ming so'mdan. 25 mingdan qilib beryapmiz. Undan tashqari yangi futbolkalarimiz kelgan, katta opajonlarimiz uchun. Gavdasi kattalar uchun mana bular ham 25 ming so'mdan bo'lyapti. Razmeri nechadan nechaga bo'ladi? Razmeri standart bo'ladi. Bemalol kelishaveradi, katta razmerda bular. Kichkina qizlarga ham kerak bo'lsa bemalol kelishaveradi. Bular ham 25 ming so'mdan qilib beramiz. 25 ming opa. Undan tashqari bular har xil ranglari bor. Agar kimga kerak bo'lsa bemalol kelishaveradi. Undan tashqari aksiyamiz bo'lyapti. Aksiyamiz yubkalarimiz ko'ryapsiz mana. 25 ming, 20 ming demayman, mayli. 15 ming so'mdan. 15 ming so'mman. Ha. 15 ming so'mdan bo'ladi. Undan tashqari bular har xil turdagilaridan bor mana, ranglari. Tegirli xillari, qizil rasvetlari mana, har xillardan bor. Futbolkalarimiz 20 ming so'mdan. Undan tashqari ko'ylaklarimiz ham bor, hozir keldim. Bu ko'ylaklarimiz mana, onajonlarimiz uchun ajoyib ko'ylaklarimiz. 56 dan boshlab 60 gacha razmerlar bor. Bundan atiga mana 35 ming so'mdan qilib beryapmiz. O'zi 30 dan berasizmi? Optimal. 30 dan lekin bera olmayman. 35 oxiri bo'lish narxi. Undan tashqari eng yangilikda aksiyasi mana. Bularni mana 30 ming so'mdan sotyaptik. Ko'ylaklarimiz bor edi. 30 ming so'm edi. Mayli obuna bo'lib Black Boss kelganlarga mana 25 ming so'mdan aksiyaga qo'yib beraman. Razmerinchi? Razmerlari standart bo'ladi. Agar kimga kerak bo'lsa shunaqa ko'ylaklarimiz atiga 25 ming so'mdan kelib bemalol xarid qilib olib ketishaveradi. Video birdan like, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Manzil avtobus stansiyasidan ketkazish bo'ladi. Urganch Dehqon bozor avtobus stansiyasi. Mandan Pavlon bozoriga ketish bo'ladi. Hammangizni buyerda kutamiz. Yaxshi savdo ozmaysiz, sog' salomat bo'ling.